Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun kelajak nur bog'chasida juda ham chiroyli tadbirimiz bo'lib o'tdi. Qish bayramini o'tkazdik. Har xil ertak qahramonlari bilan ijro etdik bayramlarda. Xursandchiligimiz juda ham cheksiz. Hamma o'ziga mos epizodlarni ijro etib berishdi. Bayram juda ham chiroyli bo'ldi. Juda ham bolajonlar xursand bo'lishdi. Masalan, men Qor malikasi obrazini namoyon qildim. Mana bugun bizning bayramimizda bolajonlar yanada xursand bo'lish uchun quyoncha obrazini tanladim. Здравствуйте! Сегодня я выбрала образ медведя. Мне кажется, детям очень понравилось этот образ. Праздник очень был веселый, и деткам очень понравилось. Спасибо. Biza bayramdan taassurotlar olish, bolajonlar taassurot olish uchun har xil obrazlarni tanladik. Menga shunaqa obraz tushdi, yalmog'iz obrazi. Boshida bolajonlar qo'rqishib, hayratlanib, ozgina seskanishdi. Lekin oxirida bolajonlar bilan do'stlashib oldik. Obrazimiz yoqqan bo'lsa, xursandmiz. Menga tulki obrazi yoqdi. Buni men yetarli darajada chiqarib bera oldim deb o'ylayman. Bugun men sehrgar bobo obrazini gavdalantirdim. Men yovuzlikni yo'qotib, ezgulikni boshlab keldim. Biz kelajak nur bog'chamizda bunday bayramlar doim bo'lishini istaymiz. Obrazimiz yoqqan bo'lsa, xursandmiz.